Bu odam futbolni shunchalik yomon o'ynaganki, даже unga otasi futbol o'ynashni taqiqlab qo'ygan. Lekin u otasiga men hali juda mashhur futbolchi bo'laman deb va'da bergan. Lekin bu narsa amalga oshishi imkonsiz narsa edi xolos, chunki bu bola Fransiyadagi eng quyi ligidagi eng outsider jamoada zaxira futbolchisi edi xolos. Qanday qilib mutlaqo talantsiz odamga Angliyaning bir qancha top klublari qiziqishi mumkin edi? Bugun men futbol tarixidagi eng katta firibgarlik haqida gapirib bermoqchiman. Videoni boshlashimdan oldin menga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar, keyin esa videoni boshlaymiz. Bosinglarmi? Yo'q, kutib turaman. Bo'ldi, bosgan bo'lsanglar bizni ketdik. Hammasi 2000-yillarning boshida boshlangan. Gregor futbolni juda yaxshi ko'rardi, lekin unda zarracha bo'lsa ham talant yo'q edi. U boya aytganimdek fransuz jamoalarining biridagi eng quyi ligada zaxira o'yinchisi edi xolos, lekin unda juda kuchli bir narsa bor edi: tasavvur va kompyuter savodxonligi. U o'zi uchun shaxsiy, lekin juda professional ko'rinishdagi soxta veb-sayt yaratadi. Saytda u o'zini PSG o'rinbosarlar jamoasining yulduz hujumchisi deb tanishtiradi. Gregor mashhur gazetalardagi PSG haqida bo'lgan maqolalarni nusxalab, hujumchilarning ismini o'chirib, o'rniga o'zini ismini yozar edi. Hattoki bir kuni tunda PSG stadioniga yashirincha turist sifatida kiradi. Qo'riqchilar qaramay turganda darhol PSG formasini kiyib, xuddi professional futbolistlardek rasmlarga tushib oladi va rasmlarni o'z saytiga joylashtiradi. Bu juda ham aqlli ish edi va bu ish rostdan ham ish berdi. Xullas, bu omadli odam birdaniga naq 5 ta Premier Liga jamoalaridan prosmotorga taklif qilinadi. Prosmotor nimaligini bilmaydiganlar uchun, hamma futbolchi professional futbolga qadam qo'yishidan oldin prosmotorda skautlar tomonidan tekshiriladi. Agar o'yini skautlarga yoqsa, u kattaroq jamoalarga qabul qilinadi. Xullas, bu omadli odam birdaniga naq 5 ta Premier Liga jamoalaridan prosmotorga taklif qilinadi. Gregor esa 5 talasidan ham yiqilib tushadi, ya'ni sinov muddatidan o'tolmaydi. Hatto bittasidan ham o'tsa bo'lardi-ku deyishinglar mumkin, lekin u shunchalik talantsiz ediki, hatto darvozabon to'pni unga uzatganda, to'p uning boshiga tegib maydondan chiqib ketadi. Murabbiylar esa hayron qoladi. Bu PSG yulduzi bo'lsa, nega yugura olmayapti deyshadi va uni sirazi haydashadi. Ammo Gregor taslim bo'lmadi va taslim bo'lmagani o'zini oqladi desa ham bo'ladi. Gap shundaki, 2009-yil unga Bolgariyaning eng kuchli klublaridan biri CSKA Sofia qiziqish bildiradi. Eng qizig'i, CSKA Sofia o'sha paytda Chempionlar Ligasida favoritlardan biri bo'lgan va Gregorni hech qanday prosmotorsiz to'g'ridan-to'g'ri jamoaga transfer qilmoqchi bo'lgan. Sababi Gregorning soxta agenti bergan soxta rezyumesi o'ta mukammal edi. Tasavvur qiling, hayotida professional o'yinda ishtirok etmagan bola Chempionlar Ligasida o'ynash arafasida turibdi. U Sofia klubining formasini kiyib rasmlarga tushadi, intervyular beradi. Transfer bo'lishiga, ya'ni imzo qo'yilishiga bir necha soatlar qolganda esa birgina xato orqali fosh bo'ladi. Qanday qilib imzo chekilishga bir necha soatlar qolgan paytda Gregor fosh bo'ldi. O'sha davrdagi CSKA Sofiyaning ashaddiy muxlislari uni saytiga kirib, qayerda o'ynaganlarini ko'radi va uni surishtirishadi. Afsuski, qahramonimizning tagiga yetishadi. Muxlislar tomonidan u fosh qilinadi. Muxlislar rahbariyatga yiqizadi va transfer rasman tasdiqlanishiga bir necha soatlar qolganda atmen bo'ladi. Keyinchi Gregor qamaldimi? Yo'q, Gregor qamalmadi. Aksincha, u haqiqiy litsenziyali agent bo'ldi. U o'zining bu ishi haqida kitob ham yozgan. U intervyulardan birida shunday degan: "Men firibgar emas edim, shunchaki o'zimning orzuyim uchun kurashgan bolakay edim." Sizningcha Gregor daho bo'lganmi yoki firibgarmi? Kommentda fikringizni yozib qoldiringlar. Men hammasini o'qib, javob yozib qoldiraman. Do'stlar, bu meni YouTube'ga birinchi marta qo'ygan kattaroq videom. Agar shu video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. 1000 ta like bo'lishi bilan yana ikkita xuddi shunaqa rubrika qo'yaman.